200 mingdan ortiq aholini uzoq yillardan beri qiynab kelayotgan temir yo'l o'tkazmasi muammosi qachon hal bo'ladi? Bulung'urda qurilayotgan temir yo'l tunneli haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. 2023-yilda tunnel qurilishi boshlangan. Loyihaning umumiy qiymati 80 milliard 100 million so'm etib belgilangan. Qurilish ishlari jadal ketmoqda. Siz ko'rib turgan temir yo'l o'tkazmasi yo'nalishi aynan ushbu joyga ko'chiriladi. Ustunlar mustahkamligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qurilish ishlari jahon standartlariga mos. Qurilish bitgandan so'ng tunnel ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Qilinayotgan ishlar sifati va qay ko'rinishda bo'lish haqida qurilish prorabbining aytishicha, ushbu biz turgan joydan piyodalar hamda velosiped yo'lagi o'tarkan. Yomg'ir suvlarini yo'naltirish tizimi ham puxta o'ylangan. Tumanimiz aholisi va mehmonlarning uzog'ini yaqin qilish uchun mazkur loyiha 2025-yil yakunigacha qurib bitkazilib, foydalanishga topshirilar ekan.